Banan kündülük turmuşimizda daim uçuraydigan meyve bolup, gerçi bahası arzon bolsa-mu, ozuqliq qiymati intayin yuqori, badanning kasalliklarga qarshi iqtidorini kuchaytirdi. Bananning eti foydali bo'lib qolmasdan, yana uning postimi ishlatilishi nihoyat yuqori ham foydali taraflari nihoyat ko'pkan. Bugun sizlarga bananning postining foydali taraflarini so'zlab beramiz. Banan postini kesib, ko'z atrofiga chaplaganda, ko'z atrofidagi qo'riq va qarni yo'qotadi. Banan postida tishni suritganda oq ham parqiraq qiladi. Banan postini kesib, plastrga qo'yib, yara eg'iziga chaplasangiz, yuqumlanishning oldini oladi. Banan posti bilan sutni meva siqish mashinasida aralashtirib, suyni siqib, yuziga surib berganda terini parqiraq siziq qiladi. Odatda burnimizning atrofi zukam bo'lib qolsak, yerilib ketadi. Mushu ahvolda banan postini surtib bersak, nihoyat tez saqayib ketadi ekan. Bananning postida yana gullarning yupurmig'ini sursak, nihoyat pokiz, parqiraq tozalandi. Ayilda yana bananning shupigini gulga o'g'it o'rinda qo'yib qo'yishga bo'ladi. Banan postini suvga chilab qo'yib, ta'mi chiqqanda ichsangiz, uyqusizlikni tugitadi. Banan postida xurum oyoqlarini sursangiz, parqiraq, pokiz bo'ladi. Banan postida chaynakni sursangizmi, pokiz bo'lib ketadi. Yana qo'limizga oyoq maylarining qarsi yo'q bo'lib chiqmasa, banan posti bilan sursak, pokiz chiqib ketadi. Bilib oldinglarmi? Ayilda mushu usulda foydalanib sinab baqsanglar bo'ladi.